ko'p odam kiradi. Shuni olib beraman bo'ldi. Nima haqqingiz bor? Ko'rib, yaxshi ko'rib olinglar deb Rasululloh aytgan bo'lsalar, siz kimsiz? Otasiz bizmi? Musulmonmisiz? Nega Rasulullohning aytganini qilmaysiz? U o'g'lingiz yaxshi ko'rish kerak. Yaxshi ko'rmasa, ovqat shirin qilib bersa ham yomon ko'raveradi xotinini. Muhabbat bo'lmasa, u oila bo'lmaydi, bilib qo'yinglar. Bo'ldi, oladi, ketaveradi. Unaqa bo'lmaydi. Ya'ni ko'rganda yuragi jiz etib yo'qotib qo'yishga qo'rqadigan bo'lsa, uylanish kerak. Sog'inish kerak-da, 1-2 soat ko'rmasa, xotinim qachon qayerda deb qidirib qolish kerak. Erini ham shunaqa yo'qotib qo'yish. Hozir qo'rqmaydi, mana oldimga kiradi. Ajrashaman. Demak, biz noto'g'ri uylantiryapmiz. Allohning buyrug'i va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma deyapti Alloh taolo. Uylantirdingizmi o'g'lingizni bir-birlariga inoq bo'ling.